Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari. Bugungi videomiz zamish oyoq kiyimlar haqida bo'ladi. Zamish oyoq kiyimlarimizni har xil assortimentda, xohlasangiz tomnesini, xohlasangiz korishnevoy, xohlasangiz yashil, xohlasangiz ochiq osmon rang svetlari ham kelgan. Odatda zamish oyoq kiyimlarini kiyishlikda o'zi juda ko'plab oyoq kiyimlarni kiyishlikda asosan shim tepaga moslab kiyilyapti. Shuning uchun assortimentlarda ko'payishini sababi ham shunda. Tepasiga havorang ko'ylak bilan o'rtasiga oq yoki bo'lmasa bejeviy seri svetlarda har xil assortiment qilib, vibr qilib kiyishyapti. Bu zamish oyoq kiyimlarimizni assortimentlari shuning uchun ko'proq. Oldin zamish oyoq kiyimlar tomnesini va qora bo'lardi. Hozir esa ko'proq hamma rangga moslab zamish oyoq kiyimlar chiqyapti. Shunga vola ko'rib turibsizlar. Har xil assortimentda do'konimizga zamish oyoq kiyimlarni olib kelganmiz. Zamishda xususiyati har qanaqangi ust-boshga juda chiroyli tushadi. Rangini moslasa, qulayligi ham qulay, juda yengil oyoq kiyim hisoblanadi. Asosan zamishviy materiallardan terili va terisiz oyoq kiyim hisoblangan bo'lsa ham, misol usti yumshoq, oyoqni bezillatmaydi. Ortiqcha trashinalar, tellatishlar, bir holatlar olib chiqmaydi. Shuni hisobiga zamish oyoq kiyimlar juda yengil va foydali, oyoqqa foydali, tellatmaydigan holatda bo'ladi. Xudo xolasa, bular razmeri 39 dan 44 gacha bo'ladi. Bizda har xil assortimentlari bor. Nalichida yetarli. Ko'rib turibsizlar, yangi keldi. Ayni o'sha kuzgi yoki bo'lmasa yozning oxirgi oylariga, kuzgi sezonlarga ayni vaqtiga kelib turgan oyoq kiyim hisoblanadi. Xo'p, undan tashqari mana korishnevoy svetini ham moslashimiz mumkin. Bu razmer 40-39 razmer hisoblanadi. Mana ko'rishlaring mumkin. Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan to'q korishnevoydan aytiladi. To'q korishnevoy. Ko'rishlaring mumkin. Svetimiz o'sha har xil svetdaligi uchun ko'rsatib o'tyapmizki, har xil joyga bunday olib bo'yapmiz. Skrinshot qilib olishlaring ham oson bo'lishligi uchun. Narxiga keladigan bo'lsak, 185 ming so'm narxi. Mana ko'rib turibsizlar. Zamish Xitoy 185 ming so'm. Bemalol pastga telefon raqamlarini ham yozib qo'yamiz, murojaat qilishlaring mumkin. Pochtani misol BTS pochta orqali jo'natib beramiz. Ko'rib turibsizlar. Undan tashqari xokkey svet deyiladi. Balotoviga tortgan svetimiz. Bu svetimiz ham ajoyib. Buni oq bilan o'sha tevasiga balotoviy svetlarda qilinsa, juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Juda chiroyli, ancha ochadi, unikal ko'rinadi liboslar. Buni ham razmeri o'sha 39 dan 44 gacha razmerlari bor. Juda chiroyli oyoq kiyim hisoblanadi. Hozirgi kunda misol trendga chiqyapti. Hozirgi davrda trendda bo'lib turgan ranglaridan bittasi hisoblanadi. Xo'p. Keyingi oyoq kiyimimiz tomnesiniga maloshniy podbor qilingan. Bu oyoq kiyimimizni tomnesini sveti ham bor. Mana alohida urg'u beramiz. Bu oyoq kiyimlar tomnesiniga maloshniy bo'lganligini sababi asosan bular o'sha ochiqroq svet shimlarga yoki bo'lmasam o'sha ustilari to'qroq aralash bo'lgan sport klassikasida hisoblanadi. Sport klassika qilib ishlangan holati bu. O'sha rangli shimlar bilan tevasiga tomnesini futbolkalarda qilinsa juda chiroyli turadi. Bir xilga odam yoqali, yoqasiz kiyishi mumkin. Yoqali holatda ham juda chiroyli ko'rinadi. Ancha misol yorqin, vid berib turadigan, unikal ko'rinadigan oyoq kiyimlarimizdan hisoblanadi. Bu oyoq kiyimimiz hozirgi kunda tomnesini juda trendga aylangan. Darji qorani ham shu anaqaga qoldiryapti, orqada qoldiryapti. Qoradan ko'ra ham tomnesini qimmatroq ko'rinadi.
deb odamlarni orasida yaxshi qabul qilinyapti. Libosga ham juda tushishi yaxshi. Faqat o'sha kombinatsiyasini o'rtaga oq yoki bejviy seri qilib boshqa kombinatsiyalar bilan qilinib, tevasiga tomli siniy kiygizilsa, albatta oyoq kiyim juda chiroyli va bashang ko'rinadi. Xo'p, klassikamizga qaytadan bo'lsak, bu tomli siniy klassika. Buni pol klassika shimlar bilan ham juda moslasa bo'ladi. Ko'proq odatda davlat ishida ishlaydigan, doimiy kiyinadigan mijozlarimiz olishyapti. Bu zamish oyoq kiyimini tozalash ham juda oson. Bitta o'sha quruq cho'tka bo'lsa, juda chiroyli nima bo'ladi? Tozalanadi. Hali video ham ancha ochiladi. Bu ikki xil svet beradi. Mana ko'rib turibsizlar, qo'limda o'sha surkganimda bir qator to'qroq, bir tomoni ochiqroq holatda o'sha svet o'zgaryapti. Ko'rib turibsizlar. Juda chiroyli, yaxshi vitli qilib ishlangan. Odatda o'zimiz O'zbekistonda chiqayotgan zamish qilib o'xshatayotganlari ham bor. Bular kosib holatidagi, bularni olishda tavsiya bermayman. Nimaga unaqa deyapsizlar desa, xizmat qilishi juda uzoq bo'lmaydi. Baribir insonimiz, maqsadimiz misol yaxshi uzoqroq kiysin deymiz. Uzoqroq kiyishga juda qulay bo'lgan oyoq kiyim emas. Kosbi xizmaticha kuchli bo'lmaydi. Yuqorida ko'rsatgan mana oyoq kiyimlarimiz ko'proq xizmat qiladi. O'sha yengil ucharga ham yaxshi xizmatingizni qiladigan zamish oyoq kiyim hisoblanadi. Bu undan tashqari yashil sveti bizda bor. Och yashil och maloshniy svetdagi zamishlarimiz ham bor. Bir qator men tomonimizni ko'rsatishimiz mumkin. Ko'zlaringga bunaqa bo'lishligi uchun, skrinshot qilib olishlaring uchun. Mana buni podvor qilib qilingan. Mana maloshniy serisham mana ko'ryapsizlar, och maloshniy. Buni ham materiali koja, sifatlari juda joyida. Ancha o'sha baquvvat, harakatga qulay qilib, juda chiroyli qilib chiqarilgan. Bunimizni ham narxi o'sha aytganimizdek 185 ming so'm. Podvor qilaman desangiz, mana bunday qilib podvor qilib bemalol to'g'irlab, chiroyli qilib beriladi. Tomli siniyga mana me'yorida tomli siniy qilib ishlangan. Oyog'iga tomli siniy, yuqori o'rtasiga seri qilib ishlangan. Xo'p. Endi yashil holatini ko'rsatamiz sizga mana. Yashil bu ham terili. Mana. Bu ham juda chiroyli chiqadi. Bunaqa yashillar bilan podbor bo'lib chiroyli chiqadi. Bundan tashqari mana tomli siniy qilib bunaqangi ishlansa, mana juda chiroyli bo'lib, unikalniy bo'lib ko'rinadi. Ham qimmat vid beradi. Juda chiroyli holatda. Kommentariyada ham yozishlaring mumkin. Qanaqangi videolar qo'yaylik, qanaqangi mahsulotlar haqida videolarimizni ko'rishlaringni xohlardilaring. Iltimos kommentariyada yozib yuborishlaringni so'rab qolamiz. Pastga telefon raqamlarini yozib qo'yaman, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Bemalol o'sha dastlabki xizmatlari bor. 185 mingdan butun O'zbekiston bo'yicha dastavka qilaveramiz. Do'konimiz atmosferasi. Videoga iltimos like bosing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.